Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Gazi Ruzi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslak işkimeğinin 24. yıl 8. ayının 14. günü vatandaş. Haftaki çarşamba. Bugünkü vaziyetlerimizden eğitişten avval biz arlıklı leksiya sözlep ötüp 8. ayının 10. günü degen söz bilen yakmış İslam muşu gün bilen hazırki siyasi vaziyetini hulasılamaptık. Onun mukaddimesi ki başlanışı nede dep şunu hüküm kutlu hata oldu bu vatandaş. Biz bunu kandak başlaşımız gerek bugün şunu özgertimiz vakit ne? Mesela hazır 8. ayda dedi. 8. ayının 5'e de ahırda Cungo'da. Hatta dünyada alemşumul özgürlüş oldu dedi. Emniyet hem Cungo'da hem dünyada alemşumul özgürlüş oldu. Mesela bu özgürlüşler işte de dünya ve özgürlüşler işte de Bengal'da yüz bergen özgürlüş ve şimdi artık Venezuela'daki sayılan ceryanı onun ki 8. ay işedeki Ukrayna armiyasının şiddet bilen Rusya'nın işki zeminlerine, topraklarına işkirlep görüşü çünkü eğitkinimizde Moskova 280 kilometrega kıstap kelgelliği çakçak emez vatandaş çakçak emez. Acayip işler var. Şu qatada 8. ayının 13. günü yaka, 7. ayının 15. günü Beijing'de 3. umumi yığın açıldı. Biz endi hulaslayımız bu vaziyet özgürlüğündeki mukaddime. Başlanış kayadan başlandı. Dikkat vatandaş. Şuna dikkat kılın ki 6. ayının 12. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi, Avam Palatası ve Kengeş Palatası Tibet meselesini hal kılışını ilgili sürüş kanun layihesi makulladı. 6. ayının 18. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi vekille ümigi. Mesela sabık parlament Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi ve növbetki Avam Palata Taşkı Münasebetler Komitetinin müdiri reisi Michael McCaul yetekçiliğinde Devlet Meclisi'nin vekille ümigi 6. ayının 18. günü Hindistan şimalideki ştat Dharamsala ştatıga dalaylama ve sergerdan Tibet'le oltaraklaşkan zemin ülkege yetip gelip Nancy Pelosi hanım ve Michael McCaul bu devlet rehberliği yani devlet meclisinin rehberleri. Bula Dalai Lama ile görüştü ve Dalai Lama'ga 6. ayının 12. günü 2024 yıl makullagan kanun layihini tapşırdı. Şu cereyan desinlerde bolsun ki bir caranlık bir cümle söz vatandaş. 6. ayının 19. günü Sabık Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi hanım şundak dedi. Siyasi vaziyet özgürlüş yüz berdi. Dikkat vatandaş. Demokratlar Partisi mensubu Nancy Pelosi hanım. Şundakla Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası'nın sabık başlığı Nancy Pelosi hanım. Şundakla Prezident Joe Biden hükümetine kollaydıgan Nancy Pelosi hanım. Şundak dedi. Dharamsalada Tibet sergerdallarga notuk sözlegende şundak dedi. Siyaset özgerdi. Siyasi vaziyet özgerdi. Yakında Prezident Joe Biden bu kanun layihige yani Tibet meselesini hal kılışını ilgili sürüş kanun layihesiga imza koyuyordu dedi. Digendek buldu. 7. ayının 12. günü 2024 yıl Amerika Koşmuş Ştatlarının
Prezidenti Joe Biden bu qonun loyihaga, ya'ni Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Rasmiy qonunga aylandi vatandoshim. Biz endi hozir xulosalaymiz jahon o'zgarishi yoki jahonda yuz bergan o'zgarishlar. Masalan, Jungoda yuz bergan o'zgarishlarni biz mushuninga to'g'rilab ekilib yoki mushu muqaddima, mushu boshlanish bilan o'ttirg'i chiqqan o'zgarishlar deb xulosalasak, bu ajoyib to'g'ri bo'ladi vatandosh. Masalan, bu kun, bu boshlanish 7-oyning 12-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Mana mushu kundan hisoblaymiz vatandosh. Mushu kun, ya'ni 7-oyning 12-kuni. Ondan 8-oyda yuz bergan o'zgarishlarga asos soldi. Men tunugunlardan ta'kidladim, 7-oyning 12-kuni prezident Joe Biden imzo qo'ygan qonun Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonuni. 3 kundan keyin 7-oyning 15-kuni Jungoda ochilgan 3-chi umumiy yig'in. Mana shu 3-chi umumiy yig'indan boshlab bugun, ya'ni to'g'ri bir oydan keyin vatandosh 8-oyning 14-kunigacha, bu 8-oy ichida yuz bergan voqealarni anda siz ko'rib yetingki, biz tunugun tilga olgan 8-oyning 10-kuni hal qilg'uch Jungoda yuz bergan voqealar hal qilg'uch voqea deganimiz Jefan Jumbo, Jungo Ozodlik Armiya gazetining bosh maqola e'lon qilishi va Jungoning 70 yillik tarixidan xulosa chiqarishi va Jungoning buningdagi siyosatining qanday bo'lganligini signal berishi. Mana shu voqealarni qo'shib xulosalasak, 8-oydagi dunyoviy o'zgarish, 8-oydagi Jungo tuprog'ida yuz bergan o'zgarish. So'zlayapmizku 2 kundan beri shu bo'yicha biz buning natijasini cho'qim ko'rdiganligiga ishonamiz vatandosh. Mushu o'zgarishlar qachondan boshlandi desangiz, 2024-yil 7-oyning 12-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu qonunni rasmiy qonunga aylantirdi. Shundaqmi vatandosh? Shunda xulosalasak to'g'ri bo'ladi bu. Endi 7-oyning 15-kundan boshlab Jungo Kompartiyasi 3-chi umumiy yig'inni boshladi. Shu kundan boshlab hozircha bir oy ichida Jungo jamiyatida, Jungnanxayda, Jungo Kompartiyasining ichki kurashlarida, Jungo Kompartiyasining tashqi munosabat, masalan, diplomatiya, tashqi ishlar ministrligining damalish chiqqanligi vatandosh. Mushularning damalish qo'yib berilganligi vatandosh. Mushularni qatori sanab kelsangiz, tunugunlardan aning avvalida biz so'zlagan so'zlar shu voqealarning bugun Jungoda, Jungnanxayda, Bidayxada yuz berayotganligini eslasangiz, hammasini birlashtirib qarasangiz, ish mana shunday boshlanadi. Biz bu yerda prezident Joe Bidenga rahmat aytamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatiga rahmat aytamiz. Davlat majlisining a'zolariga, masalan, 6-oyning 12-kuni Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasini ma'qullagan Avom palata a'zolariga, Kengash palata a'zolariga rahmat aytamiz vatandosh, rahmat aytamiz. Tunugun ko'rdingizmi? Nima debdi? Agar bu muqarrar maqdaga yo'l. Jungo Kompartiyasi agar o'zgartaman, islohot elib boraman, Jungo bilan dunyoning munosabatini yaxshilayman deydigan niyatga kelsalar, tunugunki yo'l muqarrar. Jungo Kompartiyasi muqarrar maqdaga yo'l. Ana shu sabablar bilan 8-oyda bu o'zgarish yuz berdi vatandosh. Shunga biz oxirida nima dedik?
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatining bu xizmatlariga, bu utuqliq xizmatlariga, bu diplomatik xizmatlariga ve bu utuqliq Jungo'ga qaratgan siyasetlerinin şu derecede, şu neticeye yetip kelişleriga rahmat aytimiz, ming martaba rahmat aytimiz vatandaş. Mana bu xulosalasida kechani yog'i xulosalab chiqib uxlamay, bugun men sizlarga yetkazdim vatandaş. Jungodagi o'zgarish 8-oyning 10-kuni emas. Jungodagi o'zgarish mushundaq. Demokratik usuldagi o'zgarish. Bu yerda yaxshi yomonlik degan gap yo'q vatandaş. Demokratik, tunki so'zlarning hammasi demokratik usulda o'zgarish. Mushu o'zgarishlarga sebep bo'lgan sebepni hozir boshqa qo'ydim. Shunga buni bir boshlash, xalqaro miqyosda, jahon miqyosidagi bir boshlash deb tushunasiz, ham shunday tushunamiz vatandoshlar. Endi bugungi leksiyalarimizni anglaysizlar, mushuning davomi balki to'liqlama, mushu vaziyat uchun to'liqlama bo'ldi. Bugun yana aytib o'tay bir jumla. Hozir Xi Jinping to'g'risida yana katta xabar yo'q. Yani şu tününki ilgirki bir haftadan beri sözləvatqan xəbərlərdən davam qılıb kelyaptı vatandaş. Biz bugün şu leksiyələrini sizlərə tapşırırıq.